Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Tuesday, October 29th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 103. And the topic of today's lesson is the French test. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, exam. Exam, or test. Test. Number 2, pass. Pass. Number 3, mathematics. Mathematics, or maths. Maths. Number 4, question. Question. Number 5, easy. Easy. Number 6, enough. Enough. Number 7, paper. Paper. Number 8, fail. Fail. Number 9, answer. Answer. Number 10, mark. Mark. Number 11, rest. Rest. Number 12, difficult. Difficult. Number 13, hate. Hate. Number 14, low. Low. Number 15, cheer. Cheer. Number 16, guy. Guy. Number 17, top. Top. Number 18, last. Last. Hoş arkadaşlar, yukarıda sözlerinin okuluş ahvalını koyduk, hem de ma'nilari bilan tanışıp chiqaylik. Oldi bilan deb qo'ydiğim dersimizde, bugünkü dersimizde sözlerinin soni ko'proq. Bu başqa narsadan derak bermaydi. Bu so'zligingizning ish berayotganligini derak berdi. Hamda asta-asta qanda hemen bir necha darsning oldida aytgandek, ingliz tilini qandaq ko'p qatlamliqqa, keng doiralikka ega bo'ladi dedim. Bunun kashta bo'ladi. Bu so'zlikning ish shig'ili emas, balki jumlalarning murakkablashishga qartilgan. Okay? Bu jihatda yaxshi bir ideya tayyorligi bo'lishini umid qilaman. Ham bundan keyin oddiy so'z, oddiy jumlalar emas, balki asta-asta murakkab so'z, murakkab jumlalar, har xil har yangi ifodalash usullariga kirib ketasiz. Okay? Albatta bu intayin yaxshi ish, xush bo'lishingiz kerak bundan. Ishqilib shu birinchi qism kitobningki endi oxiriga qarab mangdiq. Inshaalloh bir oyda tugaydi birinchi qism kitob. Undan keyin ikkinchi qismga o'tamiz inshaalloh. Okay? Ideyangizda tayyorlik bo'lishi kerak. Oddiylikdan qiyinlikqa, ya'ni murakkablikka qarab mang'aningiz haqida ideyangizda tayyorlik bo'lishi kerak. Okay? Ugunib mang'alaydigan shu, o'zingizga qattiq talab qo'yadigan degandek. Okay. Undan sonra nazariyan sözler özümüzün ameliga qaytib kelsak, sözlerning ma'nosini ko'rib chiqaylik. Number 1, exam. Exam degan imtihon degan gap, kayniga yantosizlikdan birini tortib test deb yozib qo'ydim. Ma'nosi asosan o'xshab ketishkisiniki, ya'ni o'xshash ma'nolik so'zlar. Exam, test, okay? Imtihon degan gap. Endi birla o'xshamaydigan yeri ishlatilishda demakchi. Testninki sinaq degan ma'nosi. Masalan, qon tekshirish degan so'zda shu testni ishlatadi. Masalan, blood test degandekchi men yozay, ya. Okay? Blood degan qon, test degan nima bo'ldi? Sinaq yoki tekshirish bo'lsa, o'sha blood test degan shu qon tekshirish yoki qon siniqi degandekchi. Ishtagi. Ikkisining birdan-bir farqi shu endi. Birdan bir emas, ikkisining farqlarining birisi shu. Test degan sinaq, ya'ni tekshirish degan ma'nosi bo'lsa, bir farqi demakchi. Qolgan jihatda ikkisini o'xshashligini imtihon deb tushunsak bo'ladi demakchi. Okay? Number 2, pass. Pass degan o'tish, ya'ni imtihondan o'tishga o'tish mavjumi. Albatta imtihondan o'tishni bilgandan keyin qanday imtihondan o'tolmaslik nima bilish kerak?
Endi asa pass'ninki imtihondan o'tish degan ma'nosi bo'lsa, imtihondan o'tmaslik degan so'z qaysi? Hozir ko'ramiz, pass o'tish. O'tmaslikni hozir ko'ramiz. Number 3, mathematics yoki maths deb atamagan do'stizlikning keyinda o'xshash ma'no bildirdi. Maths degani faqatla mathematicsning qisqartirilmasi deb tushunsangiz bo'ldi. Qisqartirilmasida qanday asninki as qo'shimchasining bog'lig'ini unutib qolmang, maths. Ma'nosi matematika. Okay? Tabiiy fanlarning ichidagi matematika. Okay? Number 4, question. Bu savol degan gap. Savolni bilganlik albatta javob degan so'zni bilish kerak. Javob degan so'z hozir chiqdi. Okay? Bu bilasiz albatta. Lekin bu yaxshi takrorlash bo'lib qoladi. Question, savol. Number 5, easy. Easy degan oson, oson, o'ng'ay, oddiy degandek-ku. Oddiy emas, oson, o'ng'ay. Oddiy degan boshqa gap ku. Okay, uzun gapning qisqasi easy, oson, o'ng'ay, qiyin degan-ku. Hozir chiqdi. Bir so'zni o'rgangandan keyin qarshi ma'nosi yoki o'xshash ma'nolik so'zlarni o'rganish bunday yaxshi ish ku. Okay, shunday qilib ingliz tilimiz asosda murakkablashib bordi. Easy ni ko'rdik, oson, o'ng'ay deb. Number 6, enough. Enough degan yetarlik degan gap. Masalan, yetarlik vaqtni enough time deymiz. Yetarlik pulni enough money deymiz. Okay? Enough yetarlik. Hamda easy enough deb chiqdi. Yetarlik oson debchu. Ya'ni osonligi yetarlik demakchi-ku. Okay? Yine ödüsden çıkarlıqdek yoki bir taraf qilalıqdek holatdagi oson demakchi-ku. Easy enough degan ma'nosi. Deganning ma'nosi. Yetarlik oson. Okay? Qisqasi enough yetarlik. Number 7, paper. Paper degan so'z ma'nosi, asli so'z ma'nosi qog'oz. Bugungi darsimizda imtihon qog'ozi degan ma'nosi. Masalan, English paper desak qanday? Ingliz tili imtihon qog'ozi bo'ladi. French paper desak fransuz tili imtihon qog'ozi bo'ladi. Agar mathematics paper bo'lsa, matematika imtihon qog'ozi bo'ladi. Ya'ni imtihon qog'ozi degan ma'nosi paper. Number 8, fail. Bu abiyamda degan pass'ninki naq qarama-qarshi ma'nosi. Pass degan o'tish, imtihondan o'tish qartilgan, failchi o'tolmaslik. Okay, yana mag'lub bo'lish degan ma'nosi bor albatta. Okay? Fail imtihondan o'tolmaslik yoki mag'lub bo'lish degan ma'nosi hozir degandek. Number 9, answer. Ma'lum degan question degan savol, answer degan nima? Ajnunaq aksi, ya'ni javob bo'ldi. Okay? Number 10, mark. Bo'ldi natija yoki nomer va natija emas. Kechiring, nomer. Masalan, imtihon nomeri qartilgan nomer. Nomerim yuqori bo'libdi, nomerim tuvan bo'lib qolibdi deb qo'yamiz-ku. Yuqori nomerni high mark deydi, tuvan nomerni low mark deydi. Bugungi darsimizda men low degan so'zni yana bir takrorlab o'tib ketamiz. Tuvan. Okay? Bu 14-so'z, yana kelganda yana bir deyman. Qisqasi 10-so'z mark, ma'nosi nima? Nomer, imtihon nomeri qartilgan. Number 11, rest. Rest degan qolgan qismi. Masalan, topshiriqimning 3 ta ish qismini ishlab bo'ldim. Qolgan qismini ati ishlay deb qo'yamiz-ku. Qolgan qismi degan shu rest. Masalan, rest of my homework bo'lsa, mening topshiriqimning qolgan qismi degan gap. Rest. Masalan, rest of the money bo'lsa, pulning qolgan qismi. Rest of the time desak, vaqtning qolgan qismi degandek shu. Qolgan qismi qisqasi. Okay? Number 12, difficult. Abiyam easy degan to'qol. Osonni, oson o'ng'ayni, difficult degan ashundoq aksi. Qiyin degan gap. Qiyin, mushkul. Okay? Difficult, qiyin, mushkul, tas. Number 13, hate. Bu o'sh ko'rish degan gap. Savodashlar yaxshi ko'rishni biladi, like. Hate degan uchun ashundoq aksi bo'ldi. Okay? Hate, o'sh ko'rish. Number 14, low. Abiyam dedim low mark desak qanda tuvan nomer bo'ladi. Low degandan keyin tuvan. Number 15, cheer. Cheer degan shavqin suran selish degan ma'nosi bor. Undan keyin masalan up ni qo'shib keyiniga. Masalan cheer up desak nima bo'ladi? Ko'taranki ruh bo'lish degan gap. Masalan qarshi tarafga cheer up desak bir odamga. Da bu o'zini ko'taranki tutadi deganimiz. Okay? Cheer up.
Okay, cheer up, özünü yuqori ko'tarangi ruhda tutish degan ma'nosi bor. Cheer'ning abem deganda shavqin suran solish degan ma'nosi bor. Okay. Okay, number 16, guy. Guy degan odam, yigit degandek bir so'z. Masalan, men bir odamni ko'rdim ko'chada deb qo'yamiz-ku. Men ko'chada bir odamni ko'rdim, u menda ekan deb. Unda o'sha vaqtda masalan, I saw a guy in the street. Masalan, he said hi to me. Masalan, ko'chada birisini ko'rdim, u menga yaxshimi dedi yoki menga salom qildi. Deb qo'yamiz-ku yoki ko'chada men birisininki masalan yiqilib tushganini ko'rdim yoki birisini bunday qilganini ko'rdim deb qo'yamiz. O'shada ma'lum birisi yoki bir odam degan vaqtimizda shu guy degan so'zni ishlatamiz. Okay? Adam yigit degan ma'nosi bor yoki birisi deb tushunsak ham bo'ldi. Number 17, top. Top degan usti shu cho'qqisi degan so'z. Masalan, beshimning cho'qqisiga men bunda bir narsani qo'yib oldim deb qo'yamiz-ku. Uning beshining cho'qqisida bunday narsa turdi degandek. Top of his head yoki top of my head. Beshimning cho'qqisi, beshimning usti degandek-ku. Qisqasi top degan usti, cho'qqisi, eng ust tarafi degandek so'z. Albatta topni o'rgangandan keyin albatta uningki qarshi ma'nosi bo'lgan tigi deganni o'rganish kerak. Okay, topni nima dedik hozir? Usti, cho'qqisi dedik. Unda bo'lsa tigi, asti, yana tuvi deganni nima deymiz? Bottom deymiz. Okay, ma'no bilib olsangiz foydali. Top, usti, cho'qqisi, bottom, asti, tuvi degandek-ku. Top, bottom. Okay. Xo'sh, eng oxirgi so'z last. Last degan davomlashish degan gap. Masalan, imtihon 2 soat davomlashdi, bizning parangimiz 1 soat davomlashdi deb qo'yamiz va ashariki davomlashish last. Okay? Xo'sh, yuqorida so'zlarningki o'qilish ahvolini ko'rdik, ma'nolarini tushunib chiqdik. Endi biz qanday dialog o'rganamiz. Albatta, dialogni o'rganishdan burun darsning temasiga bir ko'z yugatib olsak, the French test degan darsimizning temasining ma'nosi nima? Fransuz tili imtihoni degan gap va testni men avvaldan dedim. Examga o'xshash imtihon degan ma'nosi va so'z degan. French degan fransuz tili degan ma'nosi ham shada. Okay? The French test degan hamda fransuz tili imtihoni degan gap. Dialogni o'rganishdan burun biz bir savolni ko'radigan bo'lgan, bu savol shu biz dialogni o'rganib bo'lib javob berishga tegishli savol. Bu savolga javob bermay turib qanday mashq o'tmaymiz. Shundaqmi? Bu bizning Uda başdan oyoqqa qilayotgan ishimiz. Qo'shimda u savol qaysi? How long did the exam last? How long degan qancha uzun degan gap. Did the exam last? Did degan yordamchi fe'l. Bu qaysi fe'lning yordamchisi? Last degan fe'lning yordamchisi. Last degan nima dedik ham? Davomlashish degan tuqu. Unda davomlashdi bo'ldi-ku. Did last bo'ldi. Nima demakchi the exam imtihon? Unda olsa imtihon qancha uzun davomlashdi degan gapganda, bu bir o'tgan oddiy zamondagi savol jumla. Buni bilasizmi? Bu savol jumlaning qanday bir qurilma ekanligini bu savol jumlaning. Didning nimaligini men tushundirsam bo'ldi-ku. Do degan yerdan tushunib o'tgan zaman shakli. Tushundirsam yana ko'nglim bunimidi. Fail qaysi? Last. Last degan shu rost fe'l yoki haqiqiy fe'l. Did degan do degan yerdan tushunib o'tgan zaman shakli. Demakchi do'ni o'tgan zaman shakli did bo'lib kelib, bu bir o'tgan zamondagi jumla bo'lib qolganninki asosliqda sababi shu. Ya'ni bu jumla o'tgan oddiy zamondagi jumla qilayotgan nima? Yordamchi fe'l did. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, agar bu gapni tushuniksiz bo'lsa, qarang, albatta kon darslarga qaytib berib, bu kon darslarni boshdan boshlasangiz albatta hech qanday ziyon yo'q. Okay, men navada darsimizga mushu nuqtadan kirib qolgan bo'lsangiz, oldin o'rganmay, mushadan boshlab ko'rgan bo'lsangiz, oldingi darslarni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa, biz javob berishga tegishli savol mush ekan. Imtihon qancha uzun davomlashdi degan gap ekan. Endi biz mushu savolni esimizda chin tutib turib qanda nimani ko'rib boqaylik? Dialogni ko'rib boqaylik. Dialog nima? Lesson 103 ya'ni the French test degan temadagi dialog.
Diyalogdan burun biz rasmga bir tez ko'z yugatmasa qarang. Ikki o'g'il bola zalda turib bir narsa deyishib o'tibdi. Nimaning oldida ekan ular? Shu qaraganda imtihon uyining oldida ekan, imtihon berib chiqibdi qaraganda. Okay? Examination room degan u taxtaydagi yoki viviskadagi so'z nima? Examination degan amaliyotda examning asli atilishi yoki so'z asli shu. Examination degan so'zning asli shakli qisqartib uni exam deb oladi. Imtihon deganga mana bu ham shuni deyishni unutib qolibdim, kechiring. Exam amaliyotda examinationning qisqartirilmasi, imtihon. Room degan uy bilasiz, examination room degan nima? Shu imtihon uyi, imtihon elish uyi degan gap. Demakki bu ikki bola, bu ikki er kishi yoki koridorda yoki zalda turib qandaq shu imtihon to'g'riliq paranglashayotganda qildi. Birisining qo'lida English, mathematics deb bir narsalar turdi, kitob materiallar deyli. Yana birisining qo'lida French tests deb turdi, ya'ni fransuz tili imtihonlari degan gap. Yana birisininki English, mathematics degan gap. Ularning qo'lidagi shu imtihonga munosabatli materiallar ekan. Okay? Xo'sh, birisining ismi Gary, yana birisining ismi Richard. Bu Gary bilan Richard degan ikki kishi nimalarni deyishdigan qarayli, Menga aytib qo'yadigan bo'lganingiz-ku boshda bir qatim. Gary bunday edi. How was the exam, Richard? Yana bir qatim, How was the exam, Richard? Desa, Richard nima deb javob berdi? Not too bad. Not too bad. I think I passed in English and mathematics. I think I passed in English and mathematics. The questions were very easy. The questions were very easy. How about you, Gary? How about you, Gary? This is Gary Nandero. The English and maths papers weren't easy enough for me. The English and maths papers weren't easy enough for me. I hope I haven't failed. I hope I haven't failed. This Richard dedi. I think I failed the French paper. I think I failed the French paper. I could answer 16 of the questions. I could answer 16 of the questions. They were very easy. They were very easy. But I couldn't answer the rest. But I couldn't answer the rest. They were too difficult for me. They were too difficult for me. You say Gary dedi. French tests are awful, aren't they? French tests are awful, aren't they? This is Richard dedi. I hate them. I hate them. I'm sure I've got a low mark. I'm sure I've got a low mark. This is Gary dedi. Oh, cheer up.
Oh, cheer up. Deb bo'lib, perhaps we didn't do too badly. Perhaps we didn't do too badly. Deb bo'lib, yendim deydi. The guy next to me wrote his name at the top of the paper. Bu bir uzun cümle, yeni bir kademe. The guy next to me wrote his name at the top of the paper. This is Richard dedi. Yes. Yes. Began to Gary kopub. Then he sat there and looked at it for 3 hours. Then he sat there and looked at it for 3 hours. He didn't write a word. He didn't write a word. Xo'sh, savoqdoshlar, yuqorqisi o'qilish ahvoli tekstniki dialogning albatta qayta keyingi yandirib qayta anglashingizni umid qilaman. Okay, bir ish qatim anglab bo'ldi qilmang. Okay, qayta yandirib anglab, do'rab o'qib qilishingizni umid qilaman. Okay. Bu til saviya degan bir ish qatimda chiqib qolgan narsa emas. Bak ko'p tirishchilik ko'rsatishga to'g'ri keldi. Okay. Ondan sonra nazariyani so'zlab o'zimizning amaliga kelsak qarang, dialogni tushuntirmay hozir. Gary nimda boshladi gapni? How was the exam, Richard? Qandaq bo'lsa, imtihon Richard dedi qo'y. Imtihon qandaq bo'ldi demakchi qo'y. Imtihon qandaq bo'ldi? How was the exam, okay? imtihon maydonidan chiqib bo'lib, ya'ni imtihon bir tarix aylanib qoldi-ku, o'tgandagi bir ish bo'lib qoldi bu imtihonning qanday bo'lganligini shu o'tganki oddiy zamonda so'rab qolganini men bak tushuntirmasam bo'ladi-ku. How was the exam, Richard? imtihon qanday edi demakchi-ku. Yine Uyg'urchada jonliq qilib nima deb tushunamiz buni? Imtihon qanday bo'ldi deb tushunamiz. Okay? Richard bu gapga nima deb javob berdi? Not too bad. Buni to'liq desak nima bo'ldi? Bu jumla amaliyotda qisqartirilgan bir jumla, bilasiz siz. It was not too bad degan gap bor. It was not too bad deki it was qoldi-ku bu yerda. Not too bad degani shu. It was not too bad demakchi yoki the exam was not too bad demakchi. Ya'ni not degan emas, to degan back, bad degan eski. Ya'ni back nachar emas demakchi bu. Ya'ni back yomon emas desak bo'ldi-ku Uyg'urchada. Okay? Back nachar degan olmaydi degan back. Okay? Deb bo'lib I think I passed in English and mathematics. I think. Men o'ylayman yoki men deb qarayman yoki meningcha degan gap bor. Nimani? Mishariki that chiqib qolgan amaliyotda. I think thinking that chiqib qolgan. Men savoqdoshlarning yodida bor oldingi darslarda that degan so'z o'zining keyindan bir agashma jumlani agashtirib keladigan bir ahvol bor degandim bu. Nima deb oladiq buni? Men o'ylayman shuni, that degan shu bu, u shu, ashu. Ya'ni men o'ylayman shuni, ya'ni I passed dedi. Men o'tdim dedi. In English tilida and mathematics va matematikada dedi. Ya'ni men o'ylayman, men ingliz tili bilan matematikani o'tab ketdim degan gap bu bor. Bo'lsa that ninki majmulada chiqqanligini bilasiz-ku, men shuni faqat shuni eskartmoqchi. Thatni bir yodingizga selish orqali. Ya'ni I think that I passed in English and mathematics degan jumladagi thatni ya'ni chiqqan. Bu chiqqilishni aytib kam uchraydi degandim kon darsda. Okay? Nima tushunamiz buni? Men ingliz tili bilan matematikada o'tdim deb o'ylayman deb tushunsak bo'ldi-ku. Okay? Keyingi jumla qarang. The questions were very easy. Savollar bo'lsa bak osankan degan gap qolib. Were, are emas were o'tgan oddiy zamon ifodalanadi-da, diqqat qiling. Bo'lsa savollar bak osankan deb yozsak bo'ldi-ku.
Nimeni demekçi? English bilen mathematics testlan yoki examlan demekçi. Okay? Soallar bek asanken deydi. Dep bulup, how about you, Gary deydi. Sizcu Gary degan gap bu. How about you degan bek çok uçurattık bize. Mesela, how about me degan, menchu degan gap. How about it degan, ucu degan gap. Mesela, ma'lum bir narsaga qarab turib. Okay? How about degan qanday? Shu. Damda chu degan ma'nosi bor. Bir so'z berib bize. How about degan, ha? How about you, Gary? Sizcu Gary deydi. Gary nimda cevap verdi bu gapga? The English and maths papers weren't easy enough for me deydi. İngiliz tili bilen matematikning qog'ozlari, imtihon qog'ozlari degandim men abiyam. Okay, paperning imtihon qog'ozi degan ma'nosi bor degandim ku. Men aytganda ingliz tili bilan matematikning imtihon qog'ozlari deydi. Weren't easy. Weren't degani were not ning qisqartirilmasi. Ya'ni emaskan demakchi ku. Nima qanday emaskan? Easy enough. Oddiyligi yetarlik. Emaskan demakchi. Kim uchun? For me, men uchun. Undan so'ng bu jumlani boshdan oxirida yig'ib, yo'gab, ana qamlashtirib ravan desak, Uyg'urchada nim deb olamiz buni Uyg'urchada? Ingliz tili bilan matematikaning imtihon qog'ozlari men uchun yetarlik oldi, oson emaskan demakchi, osonligi yetarlik emaskan. Okay? Chunki tushunishib ma'qulay Uyg'urchada albatta yetarlik oson emaskan deymiz. Ancha oson emaskan deb olamiz-ku. Shu ancha oson emaskan degani shu osonligi yetarlik emaskan deganimiz ku. Uyg'urchada jonliq deganda ancha oson emaskan deb olamiz. Inglizchada shu so'z ma'nosi bo'yicha tushunsak, osonligi yetarlik emaskan men uchun deb olamiz. Okay? I hope I haven't failed. I hope degan umid qilaman degan gap. Nimani? That I haven't failed. Yani that niyada chiqib buni bilyapsiz. Men davarmayman, o'zingiz bayqamang. I hope that I haven't failed. Yani men umid qilaman shuni. Yani nimani? I haven't failed. Haven't failed deki have nima deb tushunasiz? Hozirgi bitgan zamonninki formulasining muhim tarkibiy qismi have deb tushunasiz. Fail degan, ya'ni qadimimiz o'rgangan fail, ya'ni mag'lub bo'lish yoki o'tanmaslikki failninki bitgan shaklda tushunasiz. Demakchi ma'nimi hozirgi bitgan zamon juma, diqqat qiling. Nima deb olamiz bu Uyg'urchada? Men umid qilaman, ya'ni o'zimninki o'tanmay qolmasligimni deydi u. Haven't degan bo'lmaslik, fail degan o'tanmasligini, o'tanmay qolmaslik, ya'ni o'tib ketishimni degan gap bu. Ya'ni o'tanmay qolmasligimni umid qilaman degan gap bu. Bo'lsa ikki dona inkor qilyapti. Haven't degan bir bo'lmaslikni ko'rsatsa, fail degan o'tanmaslik bo'lsa, ya'ni o'tanmaslikning bo'lmasligini, ya'ni o'tanmay qolmasligini deb olamiz, o gapni tushunyapsiz. Okay? Ya'ni jonliq desak buni men o'tib ketishimni umid qilaman deb olsak bo'ldi-ku. Okay? Yoki o'tanmay qolmagan deb umid qilaman deb olsak bo'ldi. Okay, Gary ashtadi. Desa Richard nima dedi? I think I failed the French paper. Men o'ylayman that chiqoldi, yana bir qatmday. I failed the French test. Men o'tamadim, nimadan fransuz tili imtihonidan dedi. Okay? Ya'ni fransuz tili imtihon qog'ozida men mag'lub bo'ldim degan gap bu. Bunda so'z ma'nosi bo'yicha asar. Jonliq qilib nima deymiz? Menimcha men fransuz tili imtihonidan yoki imtihon qog'ozidan o'tamadim yoki imtihondan o'tamadim deb olamiz. Tapilib, I could answer 16 of the questions. Could degan nima? Can o'tkazilgan shakli. Can degan qila olmayman bo'lsa, masalan I can answer desak, men javob bera olmayman bo'ladi. I could bo'lsa shu. Bera oldim yoki bera oldim deb can o'tkazilgan shakli o could degan biz deb bo'lgan bu gapni. Bo'lsa can ni hozirgi zamonga ishlasak, could ni o'tgan zamonga ishlasak nima deb olamiz? Bera oldim deb olamiz. Agar I can answer 16 of the questions asl shaklda can deb olgan bo'lsa, savollarning 16 javob bera olmayman bo'ladi. Could bo'lgan o'tgan zamonga yetkazsak bu gapni bera oldim deb olamiz.
I could answer degan men javob bera oldim dedi. Nimaga? 16 of the questions. 16 degan 16 of the questions degan savollarning degan. Ya'ni savollarning 16siga demakchi. Uyg'urchada buni savollarning 16ga javob bera oldim deb olamiz yoki hamma savolning ichida masalan 16siga javob bera oldim deb olamiz. Bu gap murakkablashib ketadi. Qisqartirib bo'lganda 16 savolga javob bera oldim deb olsak bo'ldi-ku. Idealashtirib, okay? Men 16 savolga javob bera oldim dedi deb bo'lib, they were very easy. Ular bek oson ekan dedi. They were o'tgan oddiy zaman diqqat qiling, ha? Were are no o'tgan zaman shakli. Hozirgi zaman bo'lgan bo'lsa, they are deb oladi. O'tgan zaman bo'lg'achqa they were deb atadimi? O'tib ketgan ishlarni deyishadi bular. İmtihanlar asanken, qiyinken, o'taladim, o'tamadim deb. Gapni tushunishlik-ku, okay? They were very easy. Ular nihoyat osonkan deydi. But I couldn't answer the rest. Rest nima degan nima bu ham? Qolgan qismi. Demak, savollarning 16 ga javob bera oldim. Qolgan qismiga qanda I couldn't answer. Abim I could answer ni javob bera oldim deb olgan. I couldn't answer ni deymiz. Javob beramadim deymiz. But I couldn't answer the rest nima deb olamiz bu bunda olganda. Lekin men qolgan qismiga javob beramadim deb olamiz-ku. Savollarning demakchi. Savollarning qolgan qismiga the rest, okay? Deb bo'lib they were too difficult for me dedi. Ular men uchun qiyin ekan dedi. Too difficult degan qiyin ekan. Intayin qiyin ekan. Too degan back intayin degan gap bu bilsiz, ha. They were too difficult for me degan ular men uchun to'liq qiyin ekan yoki qiyin bo'ldi deb olsak bo'ldi. Desa Gary nima deydi? French tests are awful, aren't they? Fransuz tili imtihonlari deydi. Tushunishlik-ku? Are bo'lsa awful, nachar, bak aski deydi. Awfulni bilasiz, awful degan nachar, aski, odamni bir xil bezor qiladigan holatdagi nachar degan gap qo'y. Demakchi, Uyg'urchada fransuz tili imtihonsi bak aski deb olsak toza tiz qo'llashmaydi. Uyg'urchada biz masalan imtihonni aski demaymiz, imtihonni nachar demaymiz. Bo'lmaydi ekan deb olamiz qo'y, shu gap yodingizda bor qo'y. Fransuz tili imtihoni bo'lmaydi jumo degandek bir gap bor millatda. Uyg'urcha desak. Uyg'urchada fransuz tili imtihoni bak nachar jumo demaymiz demakchi-ku, lekin awful degan shu nachar, aski degan gap. Majumla shaklini bilasiz. Oldida French tests are awful deydi, kendin aren't they deydi. Siz majumla shaklini bilasiz. Oldida jazmlashtiradigan bir jumlani deb, kendin uni ta'tir oldi, inkor holatda ta'tir so'rayotdi. Ya'ni bo'lib mundaq, shunday emasmi? Yoki mundaq emas, shundaqmi ya? Degandek işte bir jumla shaklini biz jiq ko'rgan-ku. Ashunga agar yodingizda bo'lsa shu jumla shakli, mana jumlani tushunish ta'sirimiz. Ya'ni fransuzcha imtihon bo'lmaydi jumo. Unda emasmi ya debda olsangiz bo'ldi. Oldida bo'lmaydi yoki nachar deb, unda emasmi ya degan gap aren't they degani. Bu jumla shaklini tushunishlik-ku. Okay? Masalan, you are a student, aren't you? degan jumla shakli yodingizda bor-ku, siz bir o'quvchi. Shunda emasmi ya? Yoki unda emasmi ya deb siz ta'tir so'raydigan bir jumla shakli bor-ku, shunga o'xshab tushunsangiz bo'ldi. Okay? French tests are awful, aren't they? Fransuz tili imtihoni bo'lmaydi jumo, unda emasmi ya deb so'radi Gary. Richard nima deb javob berdi bu gapga? I hate them dedi. Men ularga shunchalik o'sh. Okay? Men ularga o'sh dedi. Fransuz tili imtihonlariga demakchi. Nimishqa ko'plikni ishlatdi? Nimishqa French test is awful, isn't it deb naql birlikda ammo ko'plikda oladi. Barliq fransuz tili imtihonlari nima demakchi? Masalan, o'rta maktabdagisi bo'lsin, mayli oliy maktabdagisi bo'lsin, mayli kasbiy fransuz tili imtihoni bo'lsin yoki odatdagi fransuz tili imtihoni. Ishqilib fransuz tili imtihonining har qanday bo'lmaydi demakchi bu yerda. Shuni ko'plikni oldi demakchi. I hate them deydi. Men ularga o'sh deydi. I'm sure I got a low mark. I'm sure degan men jazmlashtira olmayman degan gap bu bilasiz buni. Ya'ni bu yerda that chiqib qolgan ahvol bor. I'm sure that I've got a low mark. Men jazmlashtira olmayman. I've got degan menda bor yoki men
İki bulduğum demekçi. A low mark. Bir tüven numaraga. Yine ben çokum tüven numara aldım. Tabi azaq bulduğu canlı kıldım. Ben çokum tüven numara aldım. Ya ki ben cezimleştireleyim ki ben tüven numara kaldım. Okay? Disa Gary'nim deydi. Oh, cheer up. Oh degen, hey. Hey. Degendek bir gap. Cheer up degen nima? Abi ham yadingizda ba, men cheer'ni tushundirganda degandim, cheer degan so'z up bilan qo'shilsa, qarshi tarafga masalan, voy ko'tarangirak, ro'yingiz unchalik ma'yuslanib ketmang. Ko'tarangiroq turing yoki ro'yingizni ko'tarib turing undaq degandek bir gap degandim, bu cheer up, naq shu gap. Yine Richard A gapni deganda, hey, men tüven numara qaldim jumo deganda Gary qopib, undan deb ketmang, o'zingizni ruhliq tuting degan gap. Deginim shu cheer up degan. Unda bo'lib, perhaps we didn't do too badly dedi. Perhaps the bill says balkim degan gap. We didn't do degan biz qilmadik dedi. Too badly, nachar dedi. Badly degan badninki ravish shakli hisoblashlar biladi. Bad bo'lsa sifat bo'ladi. Badly degan ravish shakli. Too badly degan shu nachar alda demakchi. Nachar alda qilmadik. Bundan gap nachar alda qilmadik. Nachar alda ishlamadik demakchi imtihon savollarini. Okay? Ya'ni balkim biz uncha nachar ishlamagandirmi demakchi menda. Perhaps we didn't do too badly. Okay? Digante da bulup yermuda gapni qo'shdi qaram. The guy next to me wrote his name at the top of the paper. The guy degan elqi adash yoki elqi odam deydi, yoki elqi yigit. Next to me. Manga yanchi o'tgan yoki mening yenimda o'tgan demakchi. The guy next to me. Okay? Ma'lum. Ingliz tilida bu gap ta'tir ifodalandi. Biz Uyg'urcha nima deymiz? Mening yenimda o'tgan elqi adash deb olamiz. Uyg'urchada mening yenimda o'tgan elqi adash deb olsak, inglizchada elqi adash deb bo'lib, mening yenimda o'tgan deb oladi. Ma'ni bilasiz, ha? Biz jiq degan bu gapni. Demak, mening elqi adash, ya'ni mening yenimda o'tgan deb wrote his name, yozdi o'zining ismini deydi. At the top, ustiga deydi. Nimaning of the paper, imtihon qog'ozini. Ya'ni mening yenimda o'tgan elqi adash ismini imtihon qog'ozining ustiga yozdi deydi. Deganda Richard bu gapni anglab bir gap chiqib qolarmiki deb yes deydi. Andincho degan gap ma yes. Yes degani ha andincho degan ma'nosi olmaydi. Okay? Ya'ni gapni davomlashtir demakchi. Okay? This is Gary nima deydi? Then he sat there and looked at it for 3 hours. Then degan andin degan gap. He sat there degan u o'tadi ashada degan gap. And looked at it qardi bununga for 3 hours 3 soatcha dedi. Yine bu aşağıda o'tgan dedi bununga 3 soat qarab o'tadi yoki bu bununga aşağıda 3 soat qarab o'tadi deb olsak bo'ladi bu gap. Okay? Saat degan sitni o'tgan zaman shakli, looked degan lookni o'tgan zaman shakli. Bu jumla tas emas, ha? Andan u aşağıda o'tadi va uningga qarab 3 soat yoki uningga 3 soat qaradi degan gap bu Uyg'urcha jonli qilib andan u aşağıda 3 soat uning qarab o'tadi dedi shu. Paperga it degani paper qartilgan. Looked at it. Okay? That bo'lib he didn't write a word. He didn't write degan u yozmadi degan gap bu o'tgan oddiy zamondagi inkor jumlamani bilasiz. Didn't write dedi. He didn't write. U yozmadi dedi. Nimani? A word, bir so'zni mo dedi. Ya'ni bu aşağıda o'tgan paytda uning 3 soat qaradi yoki 3 soat qarab o'tadi. Bir so'zni yozmadi dedi. Birami so'z yozib boqmadi dedi. He didn't write a word, okay? Ya'ni sen bilan men xili yaxshi ishlagan o'xshaymiz demakchi bu. Men yenimdagi adashni so'rsam, u degan ismini yozib qo'yib bosh qog'ozning eng cho'qqisiga. 3 soat ash qog'oz qarab o'tadi degan qanday gap endi men o'ylayman. Ashuni selishtirgandan biz xili yaxshi va'da o'q demakchi bu. Okay? Qo'shimda bu dialogninki tarjimasi savdoshlar. Xohlasangiz qanday keyingi yandirib qayta anglang. Ba'zi tushunmagan narsalar tushunishli bo'lib qolishi mumkin. Agar savolingiz bo'lsa qanday
Tatınmay, şu videonun tigideki inkas ornuğa inkas kaldırdıgan yoki inkas kaldırıp qo'ysa men javob beraman. Okay? Xo'sh, asa biz tushungan bo'ldik, o'qib ham ma'nosini tushungan bo'ldik. Dialogninki endi qanday qilamiz? Ilk savolga javob beramiz. Issiqda. Qarang. How long did the exam last? İmtihan qancha uzun davomlashdi degan gap bu. Deymiz, it lasted, nima? 3 hours. It lasted 3 hours. Biz nereden biliriz bunu? Yani o 3 saat davomlashdi degan gap bu. İmtihan qancha uzun davomlashdi? O 3 saat davomlashdi. Nereden biliriz bunu? Mana eng oxirida nima dedi? He sat there and looked at it for 3 hours. O'shada o'tirib, o'tirgan paytda uning 3 soat qarab yoki o'tirib yoki o'shada uning 3 soat qarab o'tirdi deydi bu yerda. Okay? 3 hours. Shu yerdan kelgan, ha? It lasted 3 hours. Shu gapdan shu ma'no chiqdi. Xo'sh, undan dialogni o'qib bo'ldik, savollar ma'nosini tushunib bo'ldik. Ham biz qanday qilamiz albatta shunchalik tushungan vaqtimizda qanday dialog amal mashq ishlaymiz. Lesson 104. Bu nayta qisqarliq bir mashq, albatta mushu to, very, enough degan üç so'z bo'lgan tushunchamizni cho'nqirlashtiradigan mashq. Shu diqqat qilgaysiz. Mening deganim bo'yicha ishlang degan qismdan o'zingiz ishlab ko'rgaysiz. Okay? To'limi muhim üç so'zmi? To, nihoyatda. Very, back. Enough, yetarlik. Xo'sh, shunda olsa, qaysi qanday ishlatildi zodi ko'raylik-ku. Aviam dialogni ko'rish jarayoni cho'qim o'yildingiz. To debdi, very debdi, enough, masalan, easy enough, not easy enough debdi. Zodi qanday ishlatildi ko'raylik, qarang, ha. Mana katakchichida bunda jumlalarni beribdi, qarang. Men birdan tushundirman. I could answer the questions. Degan gap bu. Men savollarga javob bera oldim degan gap bor. Could, can o'tgan zaman shakli. Agar I can answer the questions degan bo'lsa nima bo'lgan bo'ladi? Men savollarga javob bera olmayman bo'ladi. Hozirgi zamonda ishlatilgan bo'lsa, o'tgan zaman shakli could, ya'ni can o'tgan zaman shakli could kelgandikanlar nima bo'ldi? Men savollarga javob bera oldim deb o'tgan zamonda olamiz. Okay? Ikkinchi jumla. They were very easy. Ular bek asan can. Okay? Üçüncü cümle. I couldn't answer the questions. Men savollarga javob berolmadim. I couldn't. I could answer the questions. Men savollarga javob berolmadim. I couldn't answer the questions. Men savollarga javob berolmadim. Naq aksi. Okay? Tasirimiz. They were too difficult. Ular to'limi qiyinkan yoki back qiyinkan. Too difficult. Back qiyinkan. Intayin qiyinkan. Okay, they were too difficult. Were'ni bilsiz, are-ni o'tgan zaman shakli. The questions were easy enough for me to answer. The questions were easy enough degan savollar oddiy yetarlik yoki yetarlik oddiy ishkan degan gap bu. Kim uchun? For me. Nima qilishga? To answer, javob berishga. Bundan so'ng savollar mening javob berishimga nisbatan xeyli oson ekan degan gap-ku. Uyg'urcha degan gap-ku, Uyg'urcha jonliq desak. Savollar mening javob berishimga nisbatan qanday? Xeyli oson ekan. Easy enough. Ya'ni osonligi yetarlikkan demakchi. Uyg'urchada buni xeyli oson ekan deb olamiz-ku. Keyindagisi. The questions were too difficult for me to answer. Savollar qiyin ekan men uchun javob berishga. Savollar mening javob berishimga nisbatan javob berishimga qanday to'limi qiyin, baxtli qiyin ekan, men javob berolmadim degan gap chiqdi bu gapdan. Bundan so'ng mana ikki jumla shaklini yaxshi tahlil qilib men hozir deb bergandek, mana eng ostidan sanaganda ikkinchi jumlani nima deb oldik hozir? Savollar mening javob berishimga qanday xil oson ekan, ya'ni osonligi yetarli ekan deb oldik. Eng teglikisini deb oldik. Mening javob berishimga to'limi qiyin ekan deb oldik. Ya'ni savollarni javob berolmadim degan gap chiqdi bu bundan. Majburiy shakllarni bo'lsa videoni misha to'xtatib qo'yib, o'zingiz qayta bir qatim ko'rib, o'zingiz qayta bir tahlil qilaman deb gap bo'yicha yoki qayta yondirib anglang gapni. Andan keyin
Qaytib kelib qandaq tuvandikilarni ishlaysiz. Qarang. Mau A bilan B ikki rasmni selishtiraylik qarang. A nima? Easy. A rasmda easy'liği chiqib turdi sualninki. B rasmda difficult'liği chiqib turdi. Shuni mana shu so'zni berib qo'ydik-ku, ayrim holda. A rasmning tigiga easy, B rasmning tigiga difficult. Buni chiroy shaklida, chiroy ifodasidan ko'rgan bo'ldi-ku, mana bular easy degan ma'nosida xushal o'tirib yuz yutibdi. Difficult degan ma'nosida qanday dishini qashlab qo'shimlab turilib ketibdi. Shundaq-ku, ha. Xo'sh, unda bo'lsa, buningdagi mana asosli so'z birikmasi nima? Answer all the questions. Barliq savollarga javob bera olish yoki berish. Xo'sh, unda bo'lsa biz nima deb asab qilamiz? Ayni. Qarang, he mana personaj yoki mana uchinchi shaxs, mana bola deylik. A rasmdagi. He could answer all the questions, okay? U hamma savollarga javob bera oladi deb asaq could orqali. Ya'ni ma katakchinashidagi savollarni shunga tatbiqlayli demoqchi har bir rasmga. Katakchinashidagi jumlalarni har bir rasmga tatbiqlayli demoqchi qarang. He could answer all the questions, okay? A masculin. B g'uchu. He couldn't answer all the questions desak bo'ldi. Okay, very good. Ikki jumla katta qarang. Albatta he, I emas. Ma katakchida I deb berganti. I, they deb har xil berganti. Biz buni tatbiqlab A, B rasmga he deb e'tiborimiz diqqat qiling. Undan so'ng answer all the questions deganga ma birinchi jumlani tatbiqlasak nima bo'ldi? He could answer all the questions, okay? Very good. Bicho, he couldn't answer all the questions, okay? Bu bir jumla katta. Ammo bu easy degan so'zni ishlatib turib bir jumla tuzib baqsaq, qarang ma bu katakchidagi jumlalarning qaysi mos keladi? Masalan, they were too easy yoki the questions were too easy desak bo'ladi-ku, ma easy degan so'zni elib ma katakchidagi qaysi jumlani tatbiqlab ishlasak ma'qul bo'ladi? Ma ikkinchi jumlani ishlasak ma'qul bo'ladi. Ma'qul bo'ladi-ku qarang. Ya'ni the questions were very easy g'oma so'zini ishlasak, tushunyapsiz demoqchi bo'lganim. Ma beg'ichu the questions were very difficult desak bo'ladi-ku. Shunga he couldn't answer all the questions degan ma jumlani tuzdik abi. Okay? Yoki ma easy'ni ishlatib ma tuvandan sanaganda ikkinchi katakchinashidagi tigidan sanaganda ikkinchi jumlani ishlasak, masalan, the questions were easy enough for him to answer desak bo'ladi-ku ma jumlani. The questions were easy enough for him to answer desak bo'ladi-ku. Savollar uning javob berishiga yetarlik oson-kan yoki uning javob berishiga xil oson-kan deb og'inimiz-ku ma. Tigidan sanaganda ikkinchi jumla. Okay? Ma bu B rasmiga tatbiq qilsaqchi, the questions were too difficult for him to answer desak bo'ladi-ku, men tatbiqlagan bo'lamiz-ku. Kimni tushunishibdi? Agar meni yuqorqi ikki rasmni tushuntirishimni tushungan bo'lsangiz, albatta C, D ikki rasmni farqlantira olasiz, selishtirib tuza olasiz. E, F ikkisini selishtira olasiz, G, H ikkisini, I, J ikkisini, K, L ikkisini, M, N ikkisini eng oxirida O, P ikkisini qanday selishtira olasiz degan gap. Qanday selishtirasiz? Masalan, men yana bir misol olib beraman qarang. O bilan P ikkisini misol olib beraman. Qarang. Eat the orange. Eat the orange degan apelsinni yeyish degan gap. Undan so'ng ma'vo 5 emas 6 jumlaga ma katakchichiligi. Mush 6 jumla orqali ifodalab baqsaq yoki 6 jumlaga tatbiqlab ishlab baqsaq qarang. O degan rasmda chiqib turdi, ma ayolninki u apelsinni yeyalganligi. Ma P da chiqib turdi, yeyanmaganligi qarang. Albatta tatliq bo'lg'ashqa yeyaldi degan gap, ma sweet degan tatliqqa. Sour degan chuchmal degan gap. Apelsin chuchmal bo'lsa yeyilmaydi-ku, masalan, bo'libmi cho'ng yoshliqlar yemaydi-ku.
Demek aşını asas qilib turib men bir necha jumlani deb birman, 6 jumlani deb birman qarang. Ekranni ustiga tigga, kitobni ustiga tigga chiqarib yursam, ko'zingizni ilashtirarmisizmi? Surib yurmay, og'zaki e'lom deb biray qarang. She could eat the orange. Bu apelsini yeyaldi. P arasında she couldn't eat the orange. Sak bo'ldi u apelsini yeyamadi. Ondan sonra oğa sweetni ishiltib tuzib bakay qarang. The orange was sweet enough for her to eat. Desak bo'ldi. The orange was sweet enough for her to eat. Yani apelsin onun yeyishi uchun yetarli tatliq edi degan gap bu. Okay? The orange was sweet enough for her to eat. Nasma pinicho. The orange was too sour for her to eat. Tushundingiz nimishqa sweet enough ni ishlatganimni, nimishqa too sour ni ishlatganimni. Agar tushunmagan bo'lsangiz, qaytib berib, bu jumlani tushuntirishimni qayta anglasangiz bo'ladi videoni kayniga yondirib. Okay? Bundan bu sizga qolib qoldi. Sizga qolib qolgan holatda qandaq men tonimaydigan so'zlarni endi bir qatam tushuntirib bersam bo'lmaydi. Lekin amaliy jumlalarga tatbiqlab ishlashni qanday o'zingiz qilasiz og'zaki. Yandir. Qilmasangiz bo'lmaydi. Okay? Ingliz tilingiz chiqmaydi agar qilmasangiz. Çok misal qarma. Xo'sh, A, B'ni tushundingiz, easy, difficult deb keldi. C, D ikki rasmni selishtirsak qarang. C, clever. D, stupid deb turdi. Clever degan aqlli, stupid degan dod degan gap. Okay? Answer all the questions degan barliq savollarga javob berish degan gap. Bundan sonra C'ni nima deb olsak bo'lgan men bir bisharat beray yoki bir belgi beray. Clever enough. He was clever enough to answer all the questions. He was clever enough. Yetarli aqlli deb olsak bo'ldi. Macho too stupid to answer all the questions. Barliq savollarga javob berishga nisbatan qanday to'limi bakli död demakchi. Okay? Demakchi dödligidan boshqa barliq savollarga javob berolmaydi degan gap chiqdi. Okay? Bundan sonra E, F deb birma qarang. E, F da cheap, arzon degan gap, expensive, qimmat degan gap. Buy the car degan mashinani sotib olish. Bundan sonra bu mashina sotib olish, uning sotib olishi uchun to'limi yetarli arzon bo'ldi degan gap qo'y. Undan sonra the car was cheap enough for him to buy. Desak bo'lgan qo'y. Ma'nosi the car was too expensive for him to buy. Okay? Yani sotib olishga nisbatan to'limi qimmat to'xtadi degan gap. Yani qimmatligidan sotib olmaydi degan gap chiqdi. Okay? G, H ni selishtirib birma qarang. Fresh, stale. Fresh degan nima? Yangi degan gap. Yani sap demakchilik. Nimadan duxovkadan yangi chiqqan demakchi. Stale deganchi, buzilib qolgan degan gap. Okay? Eat the cakes degan nima? Nimalarni nimdaymiz torta. Tortamiz va cake degan tortga. Eat the cakes degan tortlarni yeyish bo'ldi. Undan sonra fresh enough to eat degan yeyish uchun yetarlik nima? Yetarlik sap degan gap. Too stale for them to eat deganchu. Too stale for them to eat degan ularning yeyishiga nisbatan yoki yeyishi uchun to'liqli nima? Buzilib qolgan demakchi. Bakli buzilib qolganligidan ular yeyolmaydi degan gap chiqdi. Okay? Fresh, stale ma ikkisi siz bilishga tegishli ikki so'z. Okay? Lekin I, J da qarang. I da loud deydi, night yuqori ovozda. J da low deydi, tuvan demakchi. Okay? Demakchi yetarli yuqori ovoz bo'lg'achqa anglayoldi degan gap chiqdi. Strolib qo'yg'ishni. Bu to'limi tuvan bo'lg'achqa anglayolmaydi degan gap chiqdi ular uchun. To'limi tuvan bo'lg'achqa anglayolmaydi degan gap chiqdi. Qolganini o'zingiz ishlang. Okay? K bilan L da qarang. Low, paka, high, egiz. Tamga qartilgan. Ya'ni uning tamga yamishi uchun pakaligi yetarli degan gap low enough. L da u yamishay desa to'limi egiz gap qoldi. Too high for him to climb deymiz. Climb degan tamga yamish. Climb the wall degan tamga yamish degan gap. Okay? M bilan N qarang. M soft, N
hard. Soft degan yumshoq, hard degan qattiq. Eat the pear deganchu nashbitni yeyish bo'ldi. Undan so'ng yetarlik yumshoq degan nima deymiz? Soft enough deymiz. To'limi qattiq degancha too hard deymiz, bilasiz. Sweet bilan sour nima abim deb bo'ldim. Sweet enough degan yetarlik tatliq degan gap, too sour degan to'limi chuchumal degan gap. Okay? Undan so'ng bu og'zaki mashq qilish o'zingiz qilib qoldi savoldoshlar. Endi biz qanaqa qilamiz? Albatta nima qilamiz? Albatta yozuvchi mashqlarni ko'rib o'tamiz, undan keyin darsimiz oxirlashadi. Okay? Undan so'ng ozroq chidab o'taman. Written exercises. Yozuvchi mashqlar A. Complete these sentences using to, very, or enough dedi. Tuvandagi jumlalarni oxirlashtiringlar yoki to'liqlanglar. Nimalarni ishlatib? To, very yoki enoughlarni ishlatib qarang. Number 1 man deb bir maqolani o'zingiz ishlaysiz. I couldn't speak to the boss. Men xo'jayinga gap qilolmadim degan gap bu. He was bizma busy dedi. Bu yerga to kas bo'ladimi, very kas bo'ladimi, enough kas bo'ladimi? Albatta enough kelmaydi. Enoughning nima kelganligini bildingiz, sifatning keyin kelganligini bildingiz. Masalan, easy enough deb. Easy enough. Easy degan sifat ku. Oson degan gap ku. Osonligi yetarlik deb. Easy enough deb keladi. Ya'ni enough degan so'z sifatning keyin keldi. Easy ning keyin keldi emasmi? Easy enough deb. Okay? Mushundan bilib bo'ldi. Busy'ning oldiga kelmaydi. Kelish to'g'ri kelsa busy'ning keyin keladi. Lekin gapning o'ramiga diqqat qilish kerak qarang. Qaysini qo'yishdan burun cho'qim gapning o'ramiga diqqat qilsangiz bo'ladi. To degan to'limi bakla. Bunda qilay desa, bakla bunda demakchi. Very degan nihoyatda. Okay? Enough degani hozir degandek sifatning keyin keladigan bir so'z. Easy enough degandek. Okay? Nasa I couldn't speak to the boss. He was busy dedi. Men xo'jayinga gap qilolmadim. U bizning busy aldirashgan. Qanday? To kas bo'ladimi, very kas bo'ladimi? Enough kas bo'lmaydiganligining sababini deb bir bo'ldim. Albatta to keladi. To desak, to'limi degan gap. Ya'ni to'limi aldirashgan. To'limi aldirashgan degan gapdan chiqib turdi. Men uningga gap qilolmaganligim shu sababdan degan gap qo'y. Agar very ni qo'yib qo'ysak, bak aldirash bo'lsanda, aldirash o'zi gap qilaversam munda degan gap chiqadi. Okay? Bak aldirash o'zi gap qilaversam munda. Demakchi, aldirashligidan men unga gap qilolmadim degan gapda to ni ishlasak to'g'ri bo'ladi demakchi. I couldn't speak to the boss. He was too busy. To to'g'ri, okay? Very mo bo'lmaydi, enough texim bo'lmaydi. Qolgan o'zingiz ishlaysiz, cho'qim ishlang. 2, 3, 4, 5, 6. Agar xohlasangiz qanda videoning tagidagi inkas qoldirgan yerga qoldirib qo'ysangiz javoblarni men to'g'rilab bermay, to'g'ri yo xato deb bermay. Okay? Qanday bo'lmasin chiqib cho'qim ishlashingiz umid qilaman. B. Qarang, answer these questions. Masallarga javob bering dedi. Examples. Could he answer all the questions? Yes, easy dedi. Berilgan so'zlar javob berganda mas ikki so'zni ishlatgan demakchi. Ya'ni savolning ma'nosi nima? U ya'ni har kishilik va barliq savollarga javob bera oladimi dedi. Javob yes, he could. Javob bera oldi dedi. Deb bo'lib, they were easy enough for him to answer. Ular uning javob berishiga yetarlik osonkan dedi. Ya'ni hali osonkan degan gap bu. Ma gapning o'ramiga diqqat qiling. U hamma savollarga javob bera oladimi deb so'raganda, javob bera oldi deb bo'lib, ular uningki javob berishiga nisbatan qanday osonligi xili yetarlikkan deb bir kilovatda. They were easy enough for him to answer. Okay? Ching tuting esingizda masalga javob berishninki jumla shaklini, ha? Xo'sh, yana bir misol. Could he answer all the questions? Bu hamma savollarga javob bera oladimi? Miyada berilgan so'zlar no, difficult. Mana ikki so'zni beribdi. Dasa bu ikki so'zni foydalanib javobni bunday berilganmiz qarang. No, he couldn't. Yaxo javob berolmadi deb. They were too difficult for him to answer. Ular uning javob berish uchun to'limi qiyin ekan. Ya'ni to'limi qiyinligi sababidan javob berolmadi degan gap chiqadi va. Bundan yuqorqi ikki misoldan birisiga yes deb easy enough deb javob berganmiz.
Endi birsiga no deb bo'lib, too difficult deb javob berdik ekanmiz. Okay? Bundan sonra 12 savolga javob bera olamiz. Albatta bera olasiz. Men birsiga misol qilib bermay qarang, ha. Ikkisiga misol qilib beray bo'pti. Birinchisi, could he buy the car? U mashinani sotib ola oladimi? Yes, cheap edi. Javob. Yes, he could. It was cheap enough for him to buy. Diqqat qiling, yana bir qatim. Yes, he could. It was cheap enough for him to buy. Sababini deb bilmayman. Okay? Xo'sh, bu katta ikkinchisini misol qilib bermay qarang, deb men ishlab berman. Could he buy the car? No, expensive dedi bu berilgan so'zlar. Men javob berman. No, he couldn't. It was too expensive for him to buy. Okay? Sababini deb bilmayman, men jiq deb berib bo'ldim. Undan sog'doshlar, erishib kelganingizga ko'p rahmat. Biz keyingi darsda ko'rishimiz. Sizningki davomli algı ilgilab menishingizga, bugunishingizdan ko'ngilli bo'lishi qanday tilakdoshman. Unda olsa, thank you very much. See you next time. Bye bye.